Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika prezidenti Donald Trump 21 yanvar kuni qilgan so'zida Xitoydan kelib Meksika va Kanada orqali Amerikaga kirayotgan fentanilni cheklash uchun 2-ayning 1-kunidan boshlab Xitoy mollaridan yana 10% jazo xarakterlik tamojna beji oldiganligini bildirgan. Bu haqda Reuters agentligining 22 yanvar bergan xabarda deyilishicha, Prezident Trump vazifaga o'tirib 1-kuni muxbirlar qilgan so'zida ba'zi davlatlarga yuqori tamojna beji qo'ydiganligini, ammo saylan mezgilida va'da qilgandek bu ishni darhol boshlamaydiganligini aytgan. Holbuki, undan keyin qilgan so'zlarida tamojna bejining doirasini kengaytirish planidan voz kechmaganligini, agar Kanada bilan Meksika qonunsiz ko'chmanlar va Xitoydan kelayotgan fentanil masalasini hal qilmaydigan bo'lsa, ulardan 25% tamojna beji oldiganligini, Xitoy bilan Yevropa ittifoqiga tamojna beji qo'ydiganligini bildirgan. Fentanil Xitoydan keladigan zararli ximiyalik moddadan yasaldigan bo'lib, har yili nurg'un amerikalik fentanildan zaharlanib o'ladi ekan. Oqsaroy maslahatchisi Peter Navarro 21 yanvar muxbirlar qilgan so'zida Trumpning Kanada bilan Meksikaga tamojna beji qo'yishidagi maqsadning bu ikki davlatga besim qilib, qonunsiz ko'chmanlar va zaharli buyumlarning Amerikaga kirishini to'sish uchun ekanligini bildirgan. U mundaq degan: Prezident Trump Kanada bilan Meksikaga 25%, Xitoydan 10% tamojna beji olmoqchi. Amerikada har kuni 300 odam fentanilni ortiq ishiltish tufaylidan o'lyotidi. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazining strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Raymond Ko Xitoy qo'yilgan 10% tamojna beji haqida to'xtalib mundaq dedi: Prezident Trump vazifaga o'ltiribla Xitoyning bu tamojna beji masalasida Amerikadan o'ch ilishga boshlaydiganligini, ya'ni Amerikaning embargosi va tamojna bejiga qarshi turadiganligini angladi. Shunga tamojna bejining nisbatini o'z burun degandan ko'p azlatdi. Ma'lum jihatdan aytganda, uning bunday qilishining haqiqiy sababini bilmek tez. Meningcha, bu Trumpning qayt o'ylangandan keyingi siyosatining natijasi emas. Men shaxsan bu tamojna bejini bek ishga yaraydi deb qaramayman. Xabarda qayd qilinishicha, Prezident Trump 20 yanvar kuni bir hujjat imzolab, Amerika Federatsiya hukumat organlaridan 4-ayning 1-kunidan burun Amerikaning tashqi savdosida saqlanib kelgan masalalarni umumyuzlik tekshirishga buyurgan. Bu masalalar Amerikaning tashqi savdosidagi tangpongsizlik, adolatsizlik, jumladan Amerika bilan savdo qilayotgan Xitoy qatorliq davlatlar orasidagi monopollik qilmishlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu masalalarni aniqlab chiqish Prezident Trumpning Xitoydan 60% tamojna beji elish va'dasini amalga oshirishning tayyorligi deb qaralgan. Trump imzolagan bu hujjatda yana $800 töven malga tamojna beji olmaslik belgilamasini o'zgartirish talab qilingan. Chunki mushu belgilamadagi yo'chiq sababidan fentanilni yasashga kerakli ximiyalik buyumlarning Amerika bozoriga ko'plab kirganligi alayda eskartilgan. Washington strategiya va xalqaro tadqiqot markazi savdo mutaxassisi William Reynich Prezident Trumpning tamojna beji taktikasi haqida mundaq degan: Prezident Trump bu ishda bek aldirab ketmaslikni, uni mumkin qadar puxta qonun asosiga ega qilishni qaror qildi. U qanday qilganda Amerikaning afzalligidan eng yaxshi foydalanib, o'z orzu qilgan narsaga erishish uchun chora izlayotidi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Xitoy mollaridan oldigan tamojna bejining turlari har xil bo'lib, Xitoyning tok avtomobillaridan 100%, tömür va alyumin mahsulotlaridan 25% boj elindi ekan. Holbuki tok avtomobillarga ishlatilgan ionliq batareya, mashin zapchaslari, shundaqla alyumin mahsulotlari Uyg'ur majburiy emki bilan chetishliq deb qaralib kelmoqda. Biden hukumati davrida 150 yaqin Xitoy shirkatiga Uyg'ur majburiy emkiga chetishlik sababidan embargo qo'yilgan edi. Donald Trump davrida yuqorqi Xitoy shirkatlarining mollarini cheklash davomli kuchga ega bo'lamdi. Bu haqda Dr. Raymond Ko mundaq dedi: Mencha shuni unutib qolmaslik kerakki, Trump savdoga moyil odam. Shunga tamojna bejini demaganda, uning diplomatiya siyosatidagi qimmat qarashining hammasi yaxshi. U Xitoydagi majburiy emgak mollarining Amerika bozoriga kirishini cheklaydi. Ammo u oldi bilan uningdan men qandoq foyda ola olayman degan o'ylaydi. Trump birinchi qatimliq vazifa o'tash mezgilida Xitoy mollariga har xil cheklama qo'ydi. Buning bilan Xitoy kelgusida Amerikadan taxmi ko'p mal oldiganligiga va'da berdi. Ammo Xitoy Amerikaga ko'plab mal chiqarishni davom qildi. Trump siyosatchi g'alaba qildi, ammo savdo tangpongliqini amalga oshira olmadi. Trump balkim bu qatimmo amalga oshmaydigan narsalar uchun majburiy emgak mollarga cheklama qo'yishni bo'shatishi mumkin. Xitoy hozir Amerika bilan qarshilashmaslik, balki hamkorlashish yo'lini izlayotgan bo'lib, Prezident Trump Xitoyga ustilab tamojna beji qo'ygan ahvolda Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunini ijro qilishda ma'lum o'zgarish bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ko'zatuvchilarning qarashicha, Elon Muskdek cho'ng baylar Prezident Trumpning Xitoy bilan qildigan savdosiga
jumladan majburiy emgak masalasidagi qarorga ta'sir ko'rsatdi ekan. Oxford Omnia xalqaro tadqiqot markazining qurg'uvchisi va bosh direktori Elena Bernini bu haqda mundaq dedi. Gerçi hozir Trumpning Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuniga qanday pozitsiya tutilganligi haqida bir narsa deyish baldir bo'lsa-mu, shuni ko'ra olamizki, u oldingi hukumatning Amerika iqtisodini taraq qildira olmagan usullarga qarshi harakat qo'llanadi. Agar Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni Xitoydan texmi ko'p tamojni beji elishga to'sqinlik qilmasa, Trump uni saqlab qolishi mumkin. Amerika Davlat Məclisinin Cumhuriyetçilərdən bolğan Kengaş Palata əzaları bir qanun layihəsini o'ttirib qo'yib, Xitoyning Amerikadan yer setib olishini butunlay cheklemoqchi bo'lgan. Amerika Fox xabarlari to'rining 22 yanvar bergan xabarda deyilishicha, Amerika Kengash Palata a'zolaridan Arkansas shtatidan Tom Cotton, Shimol Dakota shtatidan Kevin Kramer, Alabama shtatidan Katie Britt qatorliqlar boshchiligida tuzilgan bir g'ayrish tuproqni bermaslik qonun layihasida Amerikaning yerini setish davlat xavfsizligiga tahdid ilib keladi deb qarash kerakligi talab qilingan hamda prezidentning darhol harakat qo'llanib, Xitoy fuqarolari yoki shirkatlarining Amerikadan kollektiv yoki shaxsiy yer milk setib olishini cheklash haqida ko'rsatma berilgan. Amerika Yezigilik Ministerligining sonliq ma'lumotiga qaraganda 2024-yilgacha Xitoy Amerikaning 27 shtatidan 350 ming ingliz motorolga yer setib olgan. 2022-yilgacha chet el shirkatlari yoki shaxslar Amerikadan 43 milyon 400 ming ingliz motorolga yer setib olgan bo'lib, Amerika terolga yerining 2%ga yaqin nisbatni egallagan. Xabarda aytilishicha, Biden hukumati Xitoyning Amerikadan yer egallash qilmishini tekshirmagan. Amerika Kengash Palata a'zolari Xitoyning Amerikadan yer setib olishining davlat xavfsizligiga tahdid shakllantirganligini, chunki Xitoy setib olgan ko'plagan yerning harbiy aslalariga yaqin joylar ekanligini bildirgan. Xitoy ko'p yillardan buyon odamsiz uchqu yoki sayohatchilar orqali Amerikaning harbiy bazalarining ahvolini egallashga uringan. Xitoyning Amerikadan yer setib olishini cheklash navbatda Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiyaning qo'llashiga erishmoqda ekan. Avam palatasi bo'lsa, Cumhuriyetçilardan bo'lgan Avam palata a'zosi Randy Fenestra Xitoyning Amerikadan energiya mahsulotlari ishlab chiqarishiga mos keladigan terolga yer setib olishini cheklashga yetakchilik qilayotgan bo'lib, u mundaq degan: "Mening eng ansiraydiganim shuki, Xitoydagi davlatlar o'tgan 10 yilda Amerikadan setib olgan terolga yerlar 10 hassa ko'paydi. Ular bizning yerimizni egallab, davlat xavfsizligimiz, energiya bexatarligimiz va ochliq ta'minotimizga tahdid solmoqda." Xitoy hukumati Amerikaning yangidan tayinlangan davlat ishlari komissari Marco Rubioning Xitoycha ismini o'zgartirish orqali Amerika bilan bo'lgan tashqi munosabatning normal davomlashishiga yo'l ochmoqchi bo'lgan. Amerikadagi haftalik xabarlar to'rining 22 yanvar bu haqda bergan xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 16 yanvar kuni Marco Rubioning Xitoy o'g'irlik va aldamchilik bilan darajadan tashqari kuchga aylandi degan so'ziga qarta bergan bayonotida, Marco Rubioning Xitoycha xat bilan yozilgan familiyasidagi birinchi bo'g'im Lu degan xatni shuningga ohangdosh bo'lgan, ammo ma'nosi o'xshamaydigan Lu degan xatga o'zgartgan. Shuning bilan Marco Rubioning Xitoychadagi ismi Mark Lubiao'dan Mark Lubiao'ga o'zgargan. 22 yanvar kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining axborot e'lon qilish yig'inida bayonotchi Mauning bu haqdagi savolga javob berib, Marco Rubioning Xitoycha ismiga qaraganda uning inglizcha ismining muhim ekanligini bildirgan. U yana muxbirning Marco Rubioning ismini o'zgartirish uningga berilgan jazo cheklamasini bekor qilishdan derak beramdi degan savolga javob berib, Xitoyning jazosi Xitoyga ziyonli har qanday so'z harakatini cheklash qartilgan degan. Xabarda naql elingan mutaxassislarning so'ziga asoslanganda, chet ellik muhim siyosiy arboblarning ismini Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bilan Xinhua agentligi tarjima bo'limi bekitdi ekan. Marco Rubioning ismini ular muzokara qilib bekitgan bo'lishi mumkin ekan. Chunki mushundaq bo'lganda Xitoy hukumatining jazo bergani burunqi Rubio, hozirgisi bo'lsa AQShning davlat ishlari komissari Marco Rubio bo'ladi-da, Xitoy hukumati biyab ahvolga tushib qolmaydi ekan. Amerikadagi Cumhuriyetçilar ichida Xitoy qarshi keskin maydoni bilan tanilgan siyosatchi Marco Rubio, Xitoyning Uyg'urlar qo'llangan irqiy qirg'inchilik siyosati va Hong Kongdagi demokratiya harakatini bostirishni qattiq ayblaganlik uchun 2020-yili Xitoy hukumati uningga 2 qatim jazo cheklamasi qo'ygan edi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qatimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.